Bolalar bunaqa zivir ko'pchiligi yoqsa kerak a. Orzu qilgan bo'lsanglar, mana imkoniyat. Juda ham zo'r sostoyaniyada Range Rover Sport texnический обслуживаниеdan o'tgan avtomobil 2008-yil 250 ming kilometrdan sal oshiruv yurgan 4,2 litrli supercharger dvigatel haqiqatan zivir avtomobil. Texnicheskini maksimalniy darajada bu avtomobilga qaralgan. Oporniy diskalar ham, supporti ham, kolodkalar ham, motorda mayda-chudalar, benzin nasosigacha yangi qo'yilgan. Endi yuringlar, bagaji sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bagaji ham semeyniy bu yotibdi. Haqiqatan katta объемli bagajimizga ega avtomobil. Endi kelinglar. Salon, черный salon, состояние yiliga, probegiga aniq yarasha, даже ideal desa ham bo'ladi. Tak, endi birinchi qatorimiz mana zavodskoy kojada hech narsa tiktirilmagan, qilinmagan, как положено turibdi. Zavodskaya akustik sistema Harman Kardon. Narxiga keladigan bo'lsa, naqd pulga 13.800 ga kelib xarid qilishingiz mumkin. Nobodo variantga olmoqchi bo'lsanglar, gaplashamiz. 5000 boshiga berasizlar, ostatkaga kelishsak berib yuboramiz.